ChatGPT haqida ozgina gaplashamiz. ChatGPTga savol bergandim, ya'ni men Instagramda Yaponiyadagi Haogahara o'rmoni haqida ko'rib eshitdim. Qanaqadir qo'rqinchli o'rmon ekan, u joyga borgan odamlar qaytib kelmas ekan. Shu haqida qiziqib men ChatGPTga savol bersam, ChatGPT mana bunday javob berdi. Hozir birgalikda o'qiymiz. Yaponiyadagi Aogahara o'rmoni ba'zida Haogahara deb noto'g'ri yoziladi. Eng mashhur va sirli o'rmonlardan biridir. Bu o'rmon Fuji tog'ining shimoliy etagida taxminan 30 kvadrat kilometr maydonda joylashgan. Uni ko'pincha o'lim o'rmoni yoki sokin dengiz o'rmoni deb atashadi. Mana ba'zi asosiy faktlar. Xo'p, geografik va tabiiy xususiyatlari. Lava oqimlari ustida joylashgan bo'lib, tuprog'i juda zich va g'ayrioddiy. Bu esa daraxtlarning ildizlarning yuzida ushlab turadi. O'rmon ichida ovoz yutilishi kuchli. Ovoz yutilar ekan, kuchli ekan. Shamol, qushlar yoki hayvonlar tovushi kam eshitilar ekan. Shuning uchun tinch o'rmon ekanda. Bu joyga yanada sirli, g'amgin kayfiyat bag'ishlaydi. Qo'rqinchli ko'rinar ekan. Demak, kompas va GPS moslamalari lava tufayli ba'zan noto'g'ri ishlaydi. Lava tufayli kompas noto'g'ri ishlar ekan. GPS, kompas. Madaniy va tarixiy konteksti. Xo'p, Yaponiyada bu joy uzoq vaqtdan beri yokai yovuz ruhlar va o'lim bilan bog'langan. Qadimda Ubasute degan urf bo'lgan, ya'ni keksalarni o'rmon ichiga tashlab ketishgan degan afsonalar bo'lgan ekan. O'rmonning qorong'u shuhrati. Aogahara butun dunyoda suvkitlar o'z joniga qasd qilish soni yuqoriligi bilan tanilgan ekan. Hukumat o'rmon ichida ogohlantiruvchi belgilar, plakatlar va yordam telefon raqamlarini joylashtirgan. Har yili maxsus patrul odamlar qidirish va yordam ko'rsatish uchun o'rmonni ko'zdan kechirar ekan. Hozirgi holati tabiiy go'zalligi sababli sayyohlar ham tashrif buyurar ekan. Lava g'orlari, masalan, Narusasha muz g'ori mashhur ekan. Rasmiylar va mahalliy aholining harakati bilan o'rmonning ijobiy tomoni tinchlik, tabiat va introspektiv joy sifatida targ'ib qilinmoqda ekan. Qiziqyapsizmi? O'rmonning qorong'u tarixi, tabiat yoki sayyohlar uchun qanday joy ekani haqida ko'proq bilmoqchimisiz? Ha, bilmoqchiman deb yozdim. Xo'p. Tabiat va sayyohlik maskanlari. Aogahara Fujihako'ni milliy bog'i hududida joylashgan. Mana u yerda ko'rish mumkin bo'lgan ayrim mashhur joylar. Narusasha muz g'ori, ya'ni boya muz g'orini aytib o'tib ketdi. Narusasha Iseksavi butun yil davomida ichkarida muz saqlanar ekan, lava oqimlaridan hosil bo'lgan ekan. Fugaku shamol g'ori, Fugaku Wind Cave o'rmon ostidagi g'or. Ichkarisida sovuq shamol esib turar ekan, qadimda saqlash joyi sifatida ishlatilgan ekan. Sayr yo'llari, trails, o'rmon ichida turli darajadagi yurish yo'laklari mavjud ekan. Ayrimlari yengil, ayrimlari esa chuqur va xavfli ekan. Yaponlar uchun bu joy tinchlanish, tabiat bilan uyg'unlashish uchun ideal joy deb bilar ekan, lekin qo'rqinchli va xavfli ekan. Hozir aytib o'tganday. Bahorda yashil, kuzda esa qizil, to'q sariq yaproqlar bilan to'lib ketadi ekan. Juda manzarali ekan, lekin juda xavfli ham ekan. Ruhiy va madaniy konteksti. Aogahara Yaponiyada o'lim va ruhlar bilan bog'liq joy sifatida tanilgan. Bu e'tiqodlarning ildizi. Shinto va buddist an'analar o'lim joylari nopok deb hisoblanadi. Yaponlarda yurei degan tushuncha bor. Tinimsiz ruhlar ma'nosini anglatadi. Aytishlaricha bu ruhlar Aogaharada qamalib qolgan emish. Ruhiy tinchlik izlab kelgan odamlar bu yerga chuqur o'ylar bilan kirib ketishar ekan, tortib ketar ekanda. Shuning uchun ba'zi yurish yo'llarida iltimos hayotingizni qadrlang degan yozuvlar yoki maslahat raqamlari yozilgan belgilar uchrar ekan. Qorong'u tarixi. Xo'p.
1960-yillardan beri bu joy o'z joniga qasd qilish joyi sifatida e'tiborni torta boshlagan ekan. Ba'zilar bu holatni Seiichiro Matsumoto yozgan Nami no to to'liq minorasi romani bilan bog'langan ekan. Hukumat har yili maxsus tozalash guruhlari yuborib turar ekan. Ular qolgan jihozlar, yotoq joylar yoki boshqa alomatlarni olib chiqar ekan. Aogahara haqida film va hujjatli filmlar ham ishlangan ekan. 2016-yilgi The Forest filmi shu mavzuga bag'ishlangan ekan. Shuni topib bir ko'rish kerak ekanda bolalar. Agar xohlasangiz sizga Aogahara o'rmonining video lavhalari, xaritasi yoki mashhur g'orlar suratlarini topib bera olaman deb savol berdi. Xohlaysizmi deyapti, ya'ni ko'rib chiqishni istaysizmi deyapti. Men videosini so'ramadim, chunki videosini so'rasam hozir juda qiyin videosini berish. Shuning uchun rasmlarni jo'natdim. Mana rasmlarni jo'natibdi. Sal xiraroq ekan, lekin qaranglar, haqiqatan zinch va qanaqadir boshqacha. Mayli, 4 tagan rasm jo'natibdi. Quyida Aogahara o'rmonining tabiiy go'zalligi va sirli muhitini aks ettiruvchi suratlar bilan tanishishingiz mumkin. Fuji tog' fonida Aogahara o'rmoni, o'rmon ichidagi zinch daraxtlar va moqlar, boyagi, ya'ni yurish yo'llari bilan o'rmon ichidagi manzara, o'rmon yo'laklari va daraxtlar. Mana shunaqa do'stlar, mana shunaqa savollar bergan edim, shunaqa javoblar oldim. ChatGPT nimalar qilyapti? Qoyil, lekin yoqqan bo'lsa like, comment qoldirib ketasizlar. Do'stlar, men o'zim ham qo'ya qoldim bu ma'lumotlarni eshitib, to'g'risi. Instagramda to'liq eshitmagandim, Nomayetni to'liqroq oldim, lekin